Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu va taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadis aytib bersalar va Bani Isroildan xossatan fi man kana qablakum, sizlardan avval o'tganlarda bunday bo'lgan, ana unday bo'lgan deb aytib bersalar, nafaqat so'zlari bir harflarda ham xato bo'lmaydi. Mana hozirgi hadisimizda Abi Hurayra radhiyallohu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaqulu, Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni mana bunday deyotganlarini eshitib, so'ngra siz bilan menga rivoyat qilib bergan ekanlar. O'zlari eshitgan. Kurdus ibn Amr deydi. Bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan juda qisqa muddat bo'lgan. Ammo eng ko'p hadisni, eng ko'p sahih hadislarni ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Zalika fadlullohi yutihi man yasha. Bu Allohning fazli. Xohlagan bandasiga beraveradi. Yoshi katta bo'lsa ham 30damidi, 40damidi, 50damidi Qur'onni bilmaydi. 9 yashar nevarasi qori, 10 yashar o'g'li nevarasi qori. Bu kishim 50da, 60da Qur'on bilmaydi, 10 ta sura biladi. Ammo farzandi murattab qori. Qayoqqa ketyapsiz? Mashinaga solib bolamni Qur'on musobaqasiga olib ketyapman. Shuning uchun hurmatli jamoat, bu Alloh taoloning fazilati. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasiga xohlagan narsasini beradilar. Yusalu amma yafal va hum yusalun. Alloh taolo qilayotgan ishlardan so'ralmaydi, balki bandalari so'raladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra roziyallohu anhu ga mana bunday degan ekanlar. Ya'ni payg'ambarimiz aytib turganlarida Abu Hurayra roziyallohu anhu mana shu so'zlarni eshitgan. Bu hadisni eshitgansizlar. Ammo har safar aytsang har xil bo'ladi. Bir xil bo'lmaydi. Neri o'ynab turganda eshitish mumkin. Yaxshi kayfiyatda eshitish mumkin odam. Qorni och eshitish mumkin, qorni to'q eshitish mumkin. Yaqulu inna salasata min bani Isroil. Bani Isroildan bo'lgan 3 inson. Bu hadis yuqorisi sahobalardan Abu Hurayradan. Ammo bergi tarafdan Imom Buxoriy va Imom Muslim eng sahih hadis. Muttafaqun alayhi deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis. Bani Isroilda 3 insonni Alloh subhanahu va taolo sinamoqchi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo 3 ta insonni ila sinamaydi. Tug'ilganki insonni sinaydi. Musulmonni ham sinaydi, musulmon emasni ham sinaydi. Har kuni sinaydi, har daqiqada sinaydi. Vazifa bilan, ish bilan, mehnat bilan, boylik bilan, kambag'allik bilan, sog'lik bilan, kasallik bilan, har xil sinovlar bilan Alloh subhanahu va taolo bandasini sinaydi. Alloh taolo aytayaptiki, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarning qaysilaring go'zal amal qilar ekan deb deyapti. Go'zal amal. Ko'p amal emas. Aksaru amala demadi. Ibn Kasir, ana tafsirchilarimiz aytadi. Aksaru amala demadi. Ko'p amal qil demadi Alloh taolo. Ahsanu amala dedi. Sizlarning qaysilaring go'zal amal qilasizlar ekan deb Alloh subhanahu va taolo sinaydi deyapti. Biz, ya'ni bu kishi va biz hammamiz har doim sinovdamiz. Ota bo'lib qolsang bolaman sinalasan. Er bo'lib qolsa xotinman sinaladi. Ota-onani borligi sinov, yo'qligi sinov, pulni borligi yo'qligi sinov, hamma narsa sinov birodarlar. Faqat bizkilar sinov desa, ibodat desa, namoz yoki boshqa narsani tushunib qolmasligimiz kerak. Har bir sinov. Gapingiz ham sinov. Birovdan gapirish ham sinov. Ana sinov. Ana qulog'ingiz ham sinov. Gunohkor qulog'im bilan eshitgan ba'zi bir narsalarni aytaman. Chaqimchilikda aytayapti. Eshitib olganda bir joyda. Badaniga oq tashib ketgan insonlar o'sha odamni o'zini bu narsaga aloqasi yo'q. Bu ham sinov. Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan sinov. Mana bugun bizning meditsinamiz rivojlandi. Hamma dorilar chiqdi. Apteka ochgan boyib ham ketdi. Kasal bo'lsangiz ham dori. Izdajsiga ham dori beradi. Kelsangiz nima deydi? Shuni olib ketaning, vitamin bolalarga yedirib yuborasiz deydi. Hamma yoqda dori. Lekin shuni davosini Alloh taolo hali
shu bugun to'xtatish mumkin, oldini olish mumkin. Davosi chiqmadi. Pes kasalligining davosi chiqmadi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, bir kasallik yo'q, qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar davosi bor dedilar. Uni bilgan bildi, bilmagan bilmadi. Davosi yo'q demaymiz. Odamlarimiz shu narsani davolashni ommatan hammani davolab yuborish qo'ldan kelmayapti yana. Iso alayhissalom davolagan. Ubriul akmaha val abrasa dedi. Abras degani pes kasallik degan. Qo'lim bilan bir silab qo'yaman, Allohning izni bilan tuzalib qoladi degan. Hech qanday apteka yo'q, meditsina yo'q davrda Iso alayhissalom davolab qo'ygan Allohning izni bilan. Sinalayotganlarning bittasi badaniga oq tashib ketgan pes kasalligi. Ikkinchisi aqroun degani sochlari to'kilib mahov kasalligi ekan. Qishloqda tilida har xil bir narsalar ishib ketadi. Mana bu joylardan, mana bu joylardan bir ko'rmaydigan bo'lib mahov kasalligi ishib ketadi. Va uchinchisi a'ma, ko'zi ko'rlik bilan sinagan. Alloh subhanahu va taolo bu uchalasini sinamoqchi bo'ldi. Ularga farishtani yubordi. İnson shaklida keldi. Chiroyli, go'zal inson shaklida keldi va savol berdi. Hammamizga ham o'zimiz bilmagan holda 7ni biri Xizr deydimi? Shunaqa maqollar bor. O'zingiz bilmagan holda ba'zi paytda bir duosi ijobat bo'ladigan odamlarga uchrab qolasizmi? Yaxshi odamlar bilan kelishib qolasizmi, ko'rishib qolasizmi? Lekin bilmay qolasiz. Chiroyli suratda keldi, haligi pes kasalligi bor odamga. Badaniga oq tashib ketgan. Unday degan men tushunmaydi, pes kasallik deyishgan. Aytdiki, senga nima kerak dedi. Bunday tushunarli tilda tarjima qilib ketayin. Sening orzuying nima dedi? Dunyodagi maqsading nima dedi? Qala lawnun hasan. Odamlarga o'xshab meni ham rangim birday bo'lsa dedi. Sariq bo'lsam sariq bo'lay, qora bo'lsam qora bo'lay. Ola bo'lmay dedi. Bir xil rang bo'lsin. Go'zal rang bo'lsin. Ayushayn habu ilay. Qala lawnun hasan va jildun hasan. Mana bu terilarim yaxshi bo'lsin. Qadiran innas degani insonlar meni ko'rganda ko'rishgisi kelmaydi, gaplashgisi kelmaydi. Shu narsalar mendan uzoq bo'lsin. Odamlar men ham yaqin bo'lay dedi. Hammamiz ham o'lguncha odamlar bilan yaqin bo'laylik, birodarlar. Odamlardan ajrab olmaylik. Ilman bo'l deydi. Xalqman bo'l deydi. Odamlar to'ksangiz uyingizga keladi. Janoza bo'lsa patoyingizga keladi. Bir joyda tursangiz siz yoningizga kelsin. Sizni yoningizdan ketib qolmasin. Siz ham boshqalarning yonidan ketib qolmang. Nima kerak senga? Go'zal teri kerak. Odamlar meni yomon ko'rib qoldi. Yomon ko'rmasin meni, dedi. Bismillah deb boyagi terisini silab qo'yuvdi. Pes kasalligi o'sha zahoti tuzaldi. Badanlari go'zal bo'ldi. O'tiya lawnan hasanan va jildan hasanan. Terisi chiroyli bo'ldi. Xursand bo'ldi. Qala ayyul mali ahabbu ilay. Mol mulklarning ichida nima kerak senga dedi. Qanday boylik kerak dedi. Ana Xudo berganda nima deydi? Boshingni aylantirib yuboradi. Ahling yetmay qoladi. Olib qo'yganda ham Xudo saqlasin. Alloh taolo bersa sanay olmay qolasiz. Alloh taolo olib qo'ysa aqli ketib qoladi, sahir bo'ladi, davleni bo'ladi. O'zini osib olgan qanchasini eshitganmiz biznesmenlar. Beradigan Alloh, olib qo'yadigan ham Alloh taolo. Shuning uchun hadisda "Ida sa'alta fas'alillah", so'rasang Allohdan so'ragin. Panoh tilasang Alloh taolodan panoh tilagin degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Senga nima kerak? Chiroyli teri kerak. Mana senga chiroyli teri. Yana nima kerak? Menga dedi al-ibl, tuya bo'lsa yaxshi edi dedi. Bir tuyalarim bo'lsa yaxshi edi. Ushro degani bo'yida, unaqa qornida bolasi bor tuya ekan. Bo'g'oz deydi biz tilda. Qornida bolasi bor tuya berdi. Fa'atal aqra'a, soch to'kilib ketgan, boshlarini, yuzlarini hamma joyga yara chiqib ketgan, mahov kasalligiga chalingan insonning huzuriga bordi. Haligi farishta endi narginisiga bordi. Xuddi mana shu voqea. Sizga nima kerak dedi. Aytdiki, odamlar meni ko'rsa qochib ketyapti, ko'rgisi kelmayapti. Meni sochlarim o'sib chiqsin,
nima ko'rinishim chiroyli bo'lsin, mana u mahov kasalligi mendan ketsin dedi. Shunda aytdiki, bismillah dedi. Bismillah deyishligi bilan boyagi kasalligi ketdi. Qanday sizga qanday boylik kerak dedi. Endi bunday kasalingiz ham bor ekan, undan tashqari o'zingiz kambag'al ekansiz. Faqir. Qanday boylik kerak sizga dedi. U aytdiki, al-baqar. Sigir bo'lsa yaxshi bo'lardi dedi. Qo'lingdan kelsa, menga sigir ber dedi. Ana boyagi odamga bismillah deb boya tuzatib qo'ygan odam bir sigirni yetaklab olib kelib berdi. Burikalak yoki barakallohu lak. Alloh barakasini bersin. Alloh taolo barakasini berib qo'ydi ikkitasi. Alloh barakasini bersin deb duo qildi. Buni Alloh barakasini berib bo'ldi deb duo qildi. So'ngra ko'zi ko'r odamni huzuriga ketdi. Ko'zi ko'rni yoniga borgandan keyin, mana biz hammamiz ko'zimiz ko'radi. Ko'zimiz ochiq ko'rib turibdi. Haqiqatlardan chamchasini ko'rmasak ham, boshqa narsalarda hammasini ko'rib turibmiz. Hamma narsani ko'rishni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Mana bu yerda ko'zni aytayapman, men mana yerda bu ham. To'g'rimi? Eng muhimi qalbni ko'zi. Eng muhimi. Mana unisi ham muhim. Ziyobuddin qorini boya qozlomlarimiz bilan suhbatlashib o'tirsak, Ziyobuddin qori domlani Moskvadan qaytayotganda ko'zi ko'r bo'lib qolganlik voqeasini aytdi. Mana bu esirda bo'lgan voqea. Hamma shogirdlari xafa. Hammasi hijolatda. Domlamiz, imomimiz, shayximiz, ustozimiz ko'zi ko'r bo'lib qoldi deb samolyotdan g'am, tashvish bilan kutib olsa, u domla samolyotdan tushib, shuncha yil ko'rganim yetar. Qiyomat kuniga borganda inshaalloh birinchi bo'lib sizlardan oldin Allohni ko'rib olaman, Xudo xolasa. Alloh taolo meni sinayapti. Bu sinovga men tayyorman. Men hijolat bo'lyapsizlar deb o'zi haligilarga dalda bergan ekanlar. Shunday bo'lish kerak. İnsanlar shunday bo'lish kerak. Tilda aytish oson, bizga ham sizlarga. Aytishlik oson. Boshga tushganda inson nima biladi. Ko'zi ko'r odamning huzuriga bordi. Nima orzuyingiz bor dedi. Mana e'tibor beryapsizmi? Birinchi sog'lik kerak. Haligi odamning yoniga borib qanday boylik kerak demadi. Birinchi bo'lib dunyodagi orzuying nima dedi? Mana shu badanim yaxshi bo'lib qolsin dedi. Ikkinchi mahovni yoniga borib, haligi yara tashib ketgan yoniga borib, nima boylik kerak demadi. Seni orzuying nima dedi? Sog'lik so'radi u ham. Uchinchi ko'zi ko'rni huzuriga borgandan keyin seni orzuying nima dedi? Meni orzuyim men ham bu dunyoni ko'ray dedi. Haligi bittasi aytganday. "O daraxt ko'ryapsizmi?" degan bir ko'r odam. Sherigiga. "Ha, ko'ryapman." "Qanday daraxt ekan?" "Chiroyli daraxt ekan. Tasvirlab bering unda" dedi. 5-6 ta shoxlari bor ekan, barglari bor ekan, ana o yerda bir guli bor ekan, bitta ikkita joy qurib qopti, tepasi sal sarg'ayib qopti, o'zi yashil ekan deb sharhlab bersa, sizga u daraxt dedi. Sizga nisbatan u daraxt. Menga nisbatan 12 metr dedi. U nima degani desa, men o'sha daraxtni 12 qadamdan keyin, ostonamdan 12 qadamdan keyin daraxt bor deb bilaman dedi. Siz daraxtni daraxtligini bilasiz dedi. Ko'zi ko'r odam metrman yuradigan, qadamman yuradi. Hojatxonasi qanday desa bilmaydi. 25 qadam deydi. Uying grantdan qancha desa 16 qadam deydi. Hamma narsani bir xil biladi. Ko'zi ko'rmaydigan odam hamma narsani bir xil biladi. Ammo ko'zi ko'rib turgan odam hamma narsani o'zini kayfiyatida biladi. Demak, bu kishi ham aytdiki, nima kerak sizga? Aytdiki, qaniydi Alloh taolo ko'zimni qaytarib bersa, dunyoni ko'ray, bu manzarani ko'ray, odamlarga o'xshab men ham ko'ray dedi. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Manubutuliya bi habibatayhi fa sabara falahul janna." Qaysi inson ikkita suyuklik narsasi, ko'zi, ikkita suyuklik narsasi bilan sinalsa, so'ngra sabr qilsa, Alloh ikkalasini jannatga almashtirib beradi dedilar. Ana ko'zi ko'rmaydigan odamlarga biz aytishimiz kerak. Sabr qilsa inshaalloh Alloh taolo shu ikkala ko'zini jannatga almashtirib beradi. Ko'zi
Bismillah deb yuzini silab qo'ydi, ko'zlarini. Ko'zi ko'rib qoldi. Alhamdulillah. Mana dunyo shunday ekan, ko'rdim dedi. Haligi farishta aytdiki, mol mulklardan nimani yaxshi ko'rasiz dedi. Qanday boylik kerak sizga? Qo'ydan bering dedi. Qo'y bo'lsa bering, shuni boqayin dedi. Fakana haza va haza hammalarni aytib qisqartiramiz, vaqtimiz kam. Vadi minal ibli, vadi minal baqari, vadi minal g'anami dedi. Mana u birinchisiga bir vodiy tuya bo'ldi. Ikkinchisiga bir vodiy sigir bo'ldi. Uchinchisiga bir vodiy qo'y bo'ldi. Vodiy deganda birodarlar, siz bilan men tushunishimiz mumkin, uncha qo'yni tasavvur qila olmaymiz. Ana O'shbishga yo'lda ketayotsangiz, bittasi 200 ta qo'y haydab ketayotsa, haligi mashinalar qo'ydan o'tib olguncha qancha qiynalib ketadi. 1000 ta qo'y haydab ketayotsa ham vodiyning ichidagi bir tomchi suv bilan teng bo'ladi. Ana Arslonbobning tog'i, mana bu yerdagi Xon tog', mana Suzog'ning adiri, bu yerdagi Barpuni adirini hisoblasangiz, atroflari adir bo'lib, o'rtasi tekislik bo'lgan joyni vodiy deydi. Yana ham kattarog'ini hisoblayman desangiz, Jalolobod, O'sh, Farg'ona, Andijon, Namangan, Farg'ona vodiysi deyiladi. Ismi Farg'ona vodiysi. Necha milliard qo'y bo'ladi buning ichida? Aytdik-ku boya. Alloh taolo bersa, haligi bizni tilda aytganda dovdiratib qo'yadi. Voy, u qayerdan keldi dedirib yuboradi. Olib qo'ysa ham Alloh taolo o'zi biladi. Hammalariga berdi. Ana endi hadisning mag'zi shu yerda birodarlar. Inson tarixini unutadi. Esdan chiqaradi. Qiyinchilikni esdan chiqaradi. Kechagi bo'lgan voqealar esda yo'q. Yirtiq paypoqlar esda yo'q. Zag'aranonlar esda yo'q. 91-yildagi ochig'chiliklar esda yo'q. Mahallada bitta mashina borligi ham esda yo'q. Endi hozir hammamiz Rossiyadamidi, u yerdami ishlab oldikda, bittada mashinamiz bor, uyimiz bor, joyimiz bor, shkafda, u yerda kiyim, qo'limizda qimmat telefon. Ana endi esirdan yangi chiqqandagi ochig'chilik hech kim esida yo'q. Xuddi bugun tug'ilib qolganday, hayot xuddi shunday yashayapmiz. Hamma yo'q o'ziga kelgandan keyin boyagi inson Alloh taolo qaytadan jo'natdi. Farishtani haligi badaniga oq tashib ketgan insonni huzuriga xuddi shu holatda jo'natdi. Eslasin deb jo'natdi. Kelib aytdiki, fa inni musafir, ibn sabil, musofirman, ibn sabilman, mana kasalman, qara dedi. Sen menga bitta tuyangni bermaysan dedi. Pesga tuya berilgan edi. Endi u tuzalib qoldi. Gaday kambag'allikdan boyib qoldi. Kasallikdan tuzalib qoldi. Esda yo'q. Sen dedi menga bir tuyangdan bermaysanmi? Men musofirman, kasalman. Shu tuyangdan bersang sotaman, ustiga minib yo'limda yuraman, manzilimga yetib olayin dedi. Yo'q, bermayman dedi. Bermayman dedi. Shunaqamizda. Biz ham shunday bo'lib qolishdan Alloh taolo saqlasin. Senga go'zal rang bergan, terilaringni o'zini huzuriga qo'ygan, tuyalarni mol-mulk qilib rizqlantirgan Allohning nomini o'rtaga qo'yib aytaman, ber dedi. Yo'q, bermayman dedi. Balkim dedi, ko'zimga is ko'rinyapsan. Mabodo menga o'xshab pesmasmiding dedi. Mabodo sen ham kunlarning birida kambag'al emasmiding dedi. Ana shunday voqea bo'ladi hayotda, ko'rasiz-da. Puli ko'paygan odamning yolg'on gapi ham ko'payib qoladi. Puli ko'paysa nima deydi biznikilar? Esim ko'pligidan, kallam yaxshi ishlab ketganidan, ko'p harakatchanligimdan, ana tanishim borligidan, yana bir narsalar qilganimdan boyib ketdim deydi. Unda nimaga o'sh paytgacha boymay, o'sh kuni boyib ketding? Unda nimaga bankrot bo'lgan kuning jinni bo'lib qolding? Kecha gapda, to'yda aytdi-ku kecha, osh shirin bo'lsa, guruch zo'r ekan. Bemaza bo'lsa, povur odam emas. Shunaqa biznikilar. Powerda achchig'i chiqadi keyin. Osh zo'r bo'lsa nima deydi? Kecha domla o'tirdi. Osh zo'r bo'lsa, guruch shirin ekan deydi. Bemaza bo'lsa, chaqir power deb yoqadi deydi. Unday emas, birodarlar. Siz ya'ni hamma narsani Alloh taolodan deb bilaylik. Bu yolg'on gapirdi boy. Sen bilmaysan dedi, al-huququ kasira dedi. Nalog'ni to'lashim kerak, bu yoqqa borishim kerak. Qarindoshlarim so'rayotibdi, mahallaga ehson qilyapman, unday qilyapman, bunday qilyapman. So'rama dedi.
Hozir senga beradigani yo'q. Mabodo sen pesmazmiding, kambag'almasmiding dedi. Yo'q dedi. Kabironan kabir dedi. Otam falonchi boy bo'ladi dedi. Otamni dadasi manonchi boy bo'ladi dedi. O'sha falonchi Allohning nevarasi bo'laman dedi farishta. Oxiri duoibat qilishga majbur bo'ldi. Duoibat qilishga majbur bo'ldi. Agar gaping yolg'on bo'lsa, avvalgi holatingga qaytib qol dedi. Agar gaping yolg'on bo'lsa, qarang sharti bor-da duoda. Gapi rost bo'lsa, unday bo'lmasin, mayli dedi. Otangdan qopti, ishing ko'p ekan, berishing kerak ekan. So'z yo'q. Mabodo senga qo'qqisdan bir Alloh taolo tarafdan kelib qolgan bo'lsa va sen avval kasal bo'lgan bo'lsang, o'z holatingga qaytib qol dedi. Bo'ldi, o'z holatiga qaytib qoldi. O'z holatiga qaytib qoldi. Nimaga? Aldab qo'ydi-da, esdan chiqarib qo'ydi. Ammo ikkinchi marta kelmaydi. Yo'q, yana qaytarib ber. Hammasini berib yuborgan bo'lardim. Yarimdan ko'pini berardim. Boyligini berib yuborardim. Hech bo'lmasa terimni qaytarib ber desa ham endi bo'lmaydi. Sinov ham bir ko'tarilib, bir tushib turadigan narsa-da. Unda yurasiz, bir sinov kuchayib ketadi. Bir yaxshiliklar kuchayib ketadi. Bu hayot bir tekis ketmaydi deb oqsoqollarimiz gapi shu yerdan olingan. Keyingisi kim edi keyingisi hojim? Va qanday boyligi bor edi? Sigir boyligi. Endi hozir buni hadis tugatib qo'yishimiz kerak. Ikkinchisining huzuriga bordi. Aytdiki, men dedi, musofirman, qiylanyapman. Sen juda boy odam ekansan, yaxshi odam ekansan. Ana o sigirlaringdan bittasini ber menga. Manzilimga yetib olayin, foydalanayin dedi. Birinchisi nima degan bo'lsa, xuddi shu so'zni aytdi. Sen pul so'rayapsan-u, bu yerda ish ko'p dedi. Bunga aytdi, xuddi shu so'zlarni aytdi. Aytdi, "Qola ka'anni arifuk" dedi. Men seni tanigandayman dedi. Mabodo mahovmasmiding? Aqro dedi. Sochlaring yo'q, bir ishiqlaring bor, odamlar jirkanadigan odam emasmiding dedi. Yo'q, unday emas dedi. Boylik otamdan, otamga otasidan qolgan dedi. Agar so'zing yolg'on bo'lsa, sayyarakallohu degani avval qanday bo'lsang yana shunday bo'lib qolgin dedi. So'zing yolg'on bo'lsa, avval qanday bo'lsang shunday holatingga qaytib qol. Alloh subhanahu va taolo o'zini holatiga qaytarib qo'ydi. Boyligi ham ketdi, sog'ligi ham ketdi. Yana odamlardan ajrab qoldi. Alloh taolo saqlasin hammamizni. Qolawatal a'ma, ko'zi ko'rning huzuriga ko'zi ko'r holatda bordi. Faqala rajulun miskinin va ibn sabil, miskinman, ibn sabilman. Inqata'at biyal hibal fi safari. Safardagi meni sabablarim uzildi. Ya'ni meni boyligim qolmadi, pulim qolmadi. Yordam ber. Fala balagali al-yawma illalloh. Manzilimga faqat Alloh yetkazadi. Summa bik, so'ngra sening yordaming bilan yetaman. Birodan yordam so'rayotganda hamchi, faqat hamma yo'q shuni qo'liga berib qo'ymaylar. Hamma yo'q sening qo'lingda, sen qilmasang bo'lmaydi, bo'lmasa o'ldi, hamma yo'q tugadi. Sen yordam Xudodan so'rang, Allohdan so'rang. Uni yaratgan ham Xudo, sizni yaratgan ham Xudo. Bu sababchi. Bizda yana bir kasal bor. İşlerimizi birov bitirib bersa, roziyallohu anhu alayhissalatu vassalamga aylanadi o'sha. Bitirib bermasa, padarlanat alayhillana Firavunga o'xshab qoladi. Unday emas, hurmatli jamoat. İşingizni bitirib bergan odamni qalbiga ishingizni bitirib berishni Xudo soldi. Birinchi bo'lib Xudoga shukr qiling. Alhamdulillah, shu sabab ishim bitdi. Ikkitaylar tanish bo'lsa o'zida emas. Meni tanishlar. Bo'pti, tanishing bor. Go'rda kimman tanishsan? Qiyomatda kimman tanishsan? Tanish hamma joyda kerak-ku. La yunalu ma indallohi bil ma'siya. Allohning huzuridagi narsa gunoh bilan yetilmaydi. Hech qachon. Tanishlar kerak. Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimiz tanishi muhim, kerak edi. Tanishlar kerak. Ammo e'tiqodda buzib olmanglar. Tanish sabab, rahmat, Alloh rozi bo'lsin, xursandmiz bitirib bergandan. Juda ham xursandmiz. 10 ta tanishimiz bo'lsin. Ammo shuni qalbiga solgan Allohga shukr qilaylik. Birinchi navbatda. Men safarimda manzilimga yetib olayin, qo'yingdan bitta berib tur dedi. Qola qad kuntu a'ma. Hali ko'z ko'r aytdi. Keyin ko'z ochilib boyib ketgan. Sen hijolat bo'lma dedi. Men ham senga o'xshagan ko'zi ko'rdim dedi. Meni ko'zimni Alloh qaytardi. Men ham sendek kambag'al edim. Menga Alloh taolo boyliklar berdi. Ko'ryapsanmi? Bir vodiy qo'ylarim bor. Xuzma shi'ta va da'ma shi'ta dedi. Xohlagancha qo'yni oldinga solib haydab ketaver dedi. Xohlagan qo'ylarni tashlab ket dedi. Senga bu boyliklar dedi.
Xohlasang ol, xohlasang qo'y. Men esimdan chiqmadi hali. Men ham kambag'al bo'lgan. Bilaman senday holat qandayligini. Faqirlik, qiyinchilik, safar qandayligini bilaman. Xohlaganingcha ol dedi. Olmaydi-yu, olsa 2 ta oladi, 3 ta oladi. Olmaydi. Ey falonchi dedi. Mol mulking o'zingga buyursin. Alloh taolo yanada baraka bersin. Men farishtaman. Meni Alloh taolo yuborgan. Sizlar 3 tasizlar. Birinchi odam pes edi. Sinov kelib yaxshi bo'lib qoldi. O'zini yo'qotib qo'yib sinovdan o'ta olmay qoldi. Alloh g'azab qildi. Ikkinchisi mahov abros degan, aqro degan kasalligi bor edi. Alloh taolo kasalligini oluvdi, boyliklar beruvdi, sinovdan o'ta olmay qoldi. Alloh g'azab qildi. Uchinchisi sensan, seni ko'zing ko'rida eslaysanmi bir odam kelgan? Ha, men o'sha menman. Alloh taolo jo'natuvdi, men farishtaman, inson shakliga kelib keluvdim. Mana bugun sen sinovdan o'tding. Mol mulking o'zingga buyursin. Alloh taolo seni mol mulkingga baraka bersin. Qad radiyallohu anka. Alloh sendan rozi bo'ldi dedi. Sog'ligi ham qoldi. Boyligi ham qoldi. Ustiga Alloh taoloning roziligi qo'shildi. Va fi rivoyatin inna fi thalathatin bani Isroil. Bu boshqa nima davomdagi rivoyat ekan. Shuning uchun hurmatli jamoat, har bir daqiqada sinovdamiz. Har bir minutda sinovdamiz. Tarixni esdan chiqarmaylik. Kimligimizni esdan chiqarib qo'ymaylik. Tug'ilgan paytimizda la ta'lamuna shay'an. Onani qorindan chiqqaninglarda hech narsani bilmardinglar dedi. Yaningizdagilar nima deb at qo'yamiz deb maslahat qilgan sizning xabaringiz yo'q. Qayerga olib borgan, qanaqa qilgan, qanday qo'y so'yilib, qanday to'y qilingan sizning xabaringiz yo'q. Ana endi aql topdik, obro' topdik, pul topdik, boylik hamma narsani topdik-da, tarixni esdan chiqarib qo'ymaylik. Imomlarimiz tarixda aytganday, boylikni va qanday bo'lsa ham yaxshilikni saqlab qo'yishlik, baylab qo'yishning yo'li alhamdulillah desangiz Alloh taolo bog'lab qo'yadi. Hamda berish kerak. Mana sizga, ana unisiga, mana bunisiga deb ancha-muncha berib turish kerak. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin.